shoshib o'tkazayotganingiz singari Sirat ko'prigidan shoshib o'tib keting do'stim. Keling, niyat qilaman, yo'qsa kanalga obuna bo'lasiz. Kelishdikmi? Bismillah. Sizning zurriyotingizdan Baytullohning bo'lajak imomlari chiqsin do'stim. Ushbu videoni ko'rayotgan ko'zlaringiz jannatda Allohning jamolini ko'rsin do'stim. Ushbu videoni ko'rayotganingiz singari bugunning o'zida tushingizda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'ring do'stim. Qarang, subhanalloh, kitobimizni qaranglar. Bu sizlar uchun manfaatli reklama emas, manfaatli ham manfaatligini qilaman. Subhanalloh, qaranglar. Arab alifbosini o'qishni bilmaysiz, lekin Qur'on o'qishni qalbingiz ila xohlaysizmi? Ko'rib turgan kitoblar 6 ta kitobda bitta kitobga jamlanmasi bo'lib, ya'ni kim Qur'onimiz kiril alifbosida yozilgan, harflari nihoyatda dona-dona, marvaritga o'xshab dona-dona qilib yozilgan bo'lsa, bir tomoni bundan tashqari sarg'ish ranglar bilan yozilgan hisobiga ko'z nurlarini to'ldirmaydi. Bu degani yosh katta savodxonlar ham bemalol mutolaa qilsa bo'ladi. Kitobimizni mana shu videoni ko'rib turgan jannatiy birodarim uchun Rossiya bo'ylab yetkazib berish xizmatlari mutlaqo bepul bo'lib, xarid qilish uchun +7 kodi bilan 953 159 96 06 raqamlariga WhatsApp orqali murojaat qilishingiz mumkin. Assalomu